Men Sharif Jahongir, Uch tumandagi 5-sonli umumiy o'rta maktabining ma'naviy ma'rif ishlar bo'yicha direktori o'rinbosariman. Mana bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida yaratilayotgan imkoniyatlardan keng foydalangan holatda tashabbusli byudjet, ya'ni Open byudjet loyihasida birinchi mavsumida 1 milliard 360 million so'mlik mana shu Shinam usti yopiq mini stadionni g'olib bo'ldik. Mana bugungi kunda O'zbekistonda yaratilayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalanib kelmoqdamiz. Mana bugungi kunda oldin mini stadion yo'qligi hamda mana turpoqlik maydonda o'ynayotganligi bolalar va bugungi kunda zamonaviy ko'rinishdagi usti yopiq mini stadionda o'ynayotgani bu bugungi kundagi maktabimizda yaratilayotgan imkoniyatlarni, maktabimizda yaxshi yaratilayotgan sharoitlardan darak beradi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan mana shu tashabbusli byudjetda ikkinchi loyihasida maktabning moddiy texnik bazasini yutish masalasi ko'rildi va bunda ham g'olib bo'lib bugungi kunda mana shu maktabda ta'lim sifatini yaxshilashga ham imkoniyat yaratilyapti.